Qur'onda bor ekan. Habash podsho bo'lsa ham bo'ysun degan ekan. Shu g'oya kelyapti bu. Bizdingizmi? Bu an'ana bo'lgan. An'anaga aylanib ketgan. An'ana, urf-odat bu dindan ham baland bo'lib ketadi o'zbekda. Baland turadi. Bildingizmi? Dinga aytilganga quloq solmaydi o'zbek. Shu an'anaga quloq soladi, shu yo'ldan yuradi. Misolga, masalan, 7 payshanba deydi, 20 deydi, 40 deydi, yil oshi deydi, hayit deydi, gul deydi, masalan, bir joyda qaza bo'lsa-da. Bu Qur'onda yoki islom dinida yo'q. Shu o'zbekda an'anaga aylanib ketgan o'zbeklar, bildingizmi? Shu hatto masalan shamchiroq yoqadi, qabristonlarga chiroq yoqib qo'yadi, pilik yoqadi. U islomda yo'q ekan bizning dinimizda. U Zardushti dinidan qolgan ekan. Hali davom etyapti. Hali kelinni o'tda atrofida aylantirardik-ku. O'zimiz ham aylantirganmiz yoshligimizda. O'sha avvalgi dindan ekan. Bu o'zbekni shunaqangi ko'r tutganni qo'ymas deganda bitta narsani tutib olsa o'zbek, shuni o'lguncha olib boraveradi-da.